Do'stlar, Hacker yana yutib ketmoqchi. Bu xabarni Hacker kanaliga bir kun oldin joylagan. Ko'pchilik buni bilgan bo'lsa kerak. Hacker o'z kanaliga shunday yozdi: "Barchadan uzr so'rayman. Men yana yutib ketmoqchiman" deb. Avvallari Hackerning WhatsApp nega so'zi bilan so'rashi yoqmasdi. Hozir esa Hacker qaytish uchun shu so'zni 10 marta aytishga ham roziman. Koshki bu Hackerni qaytarsa. Agar esingizda bo'lsa, bundan oldin ham Hacker ketmoqchi bo'ldi. Lekin Prisvarin va Sonicjon uni qaytargan. Kelinglar Hackerni bir esa o'tamiz. Qayerdaman? Stop. Qayerdaman? Voy, yana qanaqa joyga? Qop-qorong'u joy. Xenoboz, biz bu o'yinga Bugun sizlarga keldim. Hackerlar bunga videoda DivX bilan qaraladi joyga qarab qoling. Adonkida faqat biza ikkovimiz qamalamiz. Boshqalar bilan nima qamalmaydi? Obunachilar qizlar, sizlar bilan birga edaman. Hackerlar bunga videoda bugun biza obunachilar, bugun sizlar bilan birga edaman. Hackerlar bunga videoda biza